hayoti dunyoda yashayotgan bandalar ichida eng baxtli banda bir kunda 5 mahal namoz o'qiydigan banda ekan. Nima uchun? Bomdod namozini 2 rakat sunnatini o'qiydi, alhamdulillohni albatta o'qiydi. Subhana robbiyal azimni kamida 3 marta, 5 martadan aytadi. 5 mahal namoz o'qiguvchi banda bir kunda Robbisini nomini, zikrini 1000 martadan ko'p Allohni eslaydi ekan. Qani namoz o'qimayotganlar Allohni 100 marta eslayapsizlarmi? Namoz o'qiguvchi namoz ichida qalbida joyi pok, badani pok, qiblaga qaragan holatda meni mag'firat qilgin, gunohimni kechirgin, ota-onamning gunohini kechirgin deb 11 marta duo qilyapti. Namoz o'qimayotgan insonlar 11 marta ota-onangizni eslayapsizmi? Gunohini so'rayapsizmi? Kunduzi esdan chiqargan bo'lsak, alhamdulillah robbil alamin deb hozir ayting azizlar.